Odatiy tarkib, mavzumiz esa El Clasico. O'zi siz ko'rgan davrdan oldin klassikoni hech kim ko'rmasdi. Yo'qotish bu Flikning o'zi deb o'ylayman men. Davoman misol uchun Nuno Mendeshga ham yozdi, Ronaldoga ham yozdi. U ham bir bezor emas, u anaqa pismiq qitmirga Inigo Martinez eng katta yo'qotish deyishdi-da, misol o'rniga ham shunaqa futbolchi olmadi. Klasikoning birinchi mashhurlashish bosqichi bu Figuning Realga o'tgandan keyingi birinchi o'yini bo'lgan, o'sha Camp Nouga kelishi bo'lgan. Zo'r yulduz nima deysan, super yulduz degan emas. O'sha hech kim ishlatmaydigan paytda qo'lni ko'tarib charchaydi-da, nima hakamga. Yo'q, 0-0 ham bo'lishi mumkin. Yo'q, 0-0. Chelsea misol uchun, Kurtuva misol jarohat olsa, kartina o'zgarib ketadi. Ko'p gollar bo'ladi. Gol bo'lsa 2-1 ga qaysi biridir yutishi mumkin. Juda ko'p bo'lsa. Men prognoz bermayman hech qachon. Chunki ikkalasi ham o'sha nozik joyi himoyada. Favoritdek, chunki Barsada baribir jarohatda futbolchilar ko'p. Assalomu alaykum do'stlar, iFootball YouTube kanalida futbol minus dasturi. Odatiy tarkib, mavzumiz esa El Clasico. El Clasico haqida gapirishdan oldin, mayli El Clasiconing o'ziga bog'liq bu ham. Oltin to'p, o'sha men ustoz bergan savolimni bermoqchi edim yana. O'sha oltin to'p qadrini yo'qotdimi nomli podkastimiz bor edi. Shundan bir mavzusini o'g'irlagan holatda El Clasico ham mavqeini yo'qotdimi yo'qmi? Dastlab mana shu haqida Jamol aka sizdan so'rab beraylik. Yaxshi mavzu. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, muxlislarim. Bu uchlikda men Artos bilan Aramis shamollagan bu D'Artagnan. Qisqasi El Clasico mavqeini yo'qotdimi? Yo'q, hech qachon bunaqasi bo'lgan yo'q. O'sha bir so'nggi 25 yilda El Clasiconing mavqei o'smoqdaki, hech ham yo'qotgani yo'q. Sal pasayish bo'ldi. Albatta bu Messi, Ronaldo davriga nisbatan hozirgi kunda sal pasayish, lekin ayniqsa bizga o'xshagan, O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda, Ispaniyaning o'zida ham El Clasicoga qiziqish juda yuqori. Umuman dunyoda El Clasicoga qiziqish yuqori. Bironta davlat chempionatida, ichki chempionatida bir ikki jamoaning o'yini yo'qda dunyoda alternativasi. Masalan, ertaga o'sha kuni Clasico kuni A seriyada mana Bobur qanchalik A seriyani maqtamasin, juda katta markaziy uchrashuv bor. Hech kim gaplashmayapti, alohida hech kim podkast qilmayapti. Hech qayerda eslatmayapti. Men bugun kanalimga qo'ydim. OKMga Nasaf o'yini ko'proq anaqa oldi. Ovoz oldi. Bu Bundesligada ham markaziy o'yin bor. Yo'q, Bundesligada yo'q. Der Klassiker. Yo'q, bu München Gladbach. Gladbach, bu München Gladbach. Borussia deganiga ishonmang. A seriyada ham katta o'yin bor. Masalan, APLda katta o'yinlar bor. Arsenal Crystal Palace bilan o'ynaydi-da. Aston Villa City o'yini bor. Lekin hech kim ularni e'tiborga olmayapti-da. O'shaning uchun El Clasico mavqeini yo'qotgani yo'q. Endi boshqa savollar bor, boshqa masalalar bor, endi jarohatlar boshqa. Keyin odatda o'zi birinchi Clasico, bu birinchi davradagi Clasico ko'pincha nimagadir doim Madridda bo'ladi, bilasizlarmi? Birinchi Clasico. Shunaqa quraq to'g'ri gap bo'lsa kerak edi. Yo'q, ko'pincha aynan shu birinchi Clasico Madridda bo'ladi. O'tgan gal shunaqa bo'lgan. Hayronman, o'zi bir 4-5 yil qarash kerak shunaqa. Yo'q, undan oldingisi Bellingham gol urib ketgan oxirida. Qisqasi birinchi davradagi Clasico ikkinchi davradagi nisbatan sal e'tibor pastroq bo'ladi, lekin sal. Chunki bahorda bo'ladigan Clasico yerda chempionlik deyarli hal bo'layotgan bo'ladi, unda juda qiziqish katta bo'ladi. Bobur aka, hozir xayrli aka undan oldin gapiraman. Mayli. Bo'lmasa gap qolmaydi. Shu bilan nima ham deyman. Yo'q, o'zi xayrli gapira olmaydi. Bugun mana shu deb ya'ni uni qo'yib yuborasizlar. Anaqa o'tira olmaydi deydi-yu. Muxbir aytadi-yu. Bu shu keliniz gapirmasin. Befon yozamiz. Bugun befon yozamiz. Bugun juda zo'r podkast bo'ladi. Nima savol? Men misol uchun Ronaldo, Messi davri va keyingi davrda ko'rdimda Clasico'ni, ikkita davr. Undan oldingi davrda Clasico va 3ta davr Clasico'ni solishtirganda rostdan darajasi pasayib ketmayaptimi?
o'zi siz ko'rgan davrdan oldin klassikoni hech kim ko'rmasdi. Yo'q. Unchalik qiziq bo'lmasdi. Men akalar mendan sal kattarog'u, men o'zim aqlimni taniganimdan beri masalan Barsa Real o'yiniga birinchidan translyatsiya deyarli yo'q edi u paytda. Ikkinchidan translyatsiya bo'lmagandan keyin undan tashqari ham bir klassiko degan narsalarni O'zbekiston futbolidan o'qimasak, yo sport gazetasini bitta kolonkasidan o'qimasak bilmasdik. Rossiya kanallaridan uzatiladigan bir haftada bir ko'rsatiladigan ko'rsatuvlarda berib qolmasa, La Ligani boshqa o'yinlari qatori в этом туре состоялся классико bo'lardi. Bo'ldi. Klassikoning birinchi mashhurlashish bosqichi bu Figuning Realga o'tgandan keyingi birinchi o'yini bo'lgan. O'sha Camp Nouga kelishi bo'lgan. U yerdagi voqealar, Figuga nisbatan Barselonaning muxlislari qilgan ishlar, boshqalar aynan shu ikkala jamoaning qarama-qarshiligiga avval bo'lgandir. Ularda azaldan bo'lgan endi. Klassiko azaldan bekorga klassiko deyilmaydi. Azaldan bu qarama-qarshilik bo'lgan, lekin o'sha Figuning Barselonadan Realga o'tishi va birinchi Nou Campga kelishi bu birinchi bosqich bo'lsa, bu ikkinchi bosqich Ronaldo Messi, uchinchi bosqich bu eng pik bosqich deb o'ylayman. Jose Mourinho hamda Guardiolaning ham qo'shilganligi. Bundan u yog'iga u darajaga chiqmadi deb o'ylayman. Men eng pik davr o'sha 2010-11-yillar edi-da. Siz hozir 2000-yilda esladingiz, Figuni o'tgan paytda. Figuni o'tgan davri o'sha birinchi otishgani boshqa qilgani, o'sha siz yoshingizdagilar qiziqib qarasa YouTube'da o'sha Figu deb yozsanglar, birinchi bo'lib YouTube anaqa tavsiya qiladigan videolardan biri aynan o'sha. O'shani ko'rsanglar, o'shanday holatni ko'rasizlar. Bu ungacha mana Xayrullo ham biladi, endi Bobur bizdan ancha kichkina, o'shaning uchun eslolmadi. Ungacha to'g'risi haqiqatan ham Real Barselona bo'lardi. Hech kim unaqa xuddi u payt A Seriya mavqei juda baland edi-da. Masalan, oddiy Inter Milan, Milan Juventus yoki Rim derbisi Lazio Roma, Juventus Roma, Juventus Torinolar ham o'sha 90-yillarda, 2000-yillarda mana shu aynan o'sha Real Barselona kuchayguncha A Seriyadagi o'yinlar yuqori hisoblanardi. U payt hech kim Angliyani eslamasdi. Bitta derbisi bo'lardi Manchester bilan Liverpool. Unda ham katta emas. Keyin bular 2004-2003-yillardan APL kuchayish boshladi-da. Men eslayman. Filip Koku, Mark Overmars, bu yoqda Raul bilan Casillas yosh, mana o'sha paytlarni eslarkanman-da. Michel bo'lardi, Andoni Subisaretta. Kuyovmidi? Shularni eslayman. Real prezidentining kuyovi edi. Michelmidi? Salgado. Yo'q. Salgado. U avvalgi Michel, o'sha paytdagi. Mana shu eski futbolchilarni eslayman-da, Butrageniolar bo'lardi o'sha paytda. Ko'rmaganmiz birorta klassikoni. O'sha lavhalar, kesilgan highlightslar o'sha paytdagi. Biz Barsa bilan Real asosan Chempionlar Ligasidagi o'shanda ham Barsani men asosiy taniganim Shevchenkodan 3 ta gol yegandan keyin Barsa ko'z oldimda Barsa bo'lgan. Real o'sha Juventus Mijatovic gol evaziga yutgandan keyin o'sha paytda 2001-yil. 2001midi? Undan keyin meni Valensiya ham rasvo qildi. 98. Mijatovic 98. Juventus bilan finalda. Unda Juventus favorit edi-da. Juventus 3 yil finalga chiqqan. Italiya jahon chempionati deyishardi, kichik jahon chempionati deyishardi Italiyani. Hozir mayli endi Italiyaga ketib qolmaylik, ham klassikoni kutib ko'rib o'tirganlar ensasi qotmasin. Lekin aytmoqchiman, to'g'ri Jamol akam aytgan, hamma e'tirof etadi, klassikon darajasi qachon ko'tarilganini hamma biladi. Hozir darajasi ancha tushganini ham hamma biladi, orada farq borligini. Aytib qo'ymoqchimanki, klassikon darajasi ko'tarilgan darajada ham A Seriyadagi dahshatli to'qnashuvlarni oldida meni nazarimda sal bundaroq edi deb o'ylayman. Endi bunga ko'pchilik qo'shilmaydi endi. So'z navbati Xayrullo akamga tarixiy voqea bor. Perez Figuni qanaqa qilib og'dirib olgani haqida menimcha aytib bera olsalar kerak. Mashhur voqea. Mayli, hozir sporlashgan holat. El Clasico'ni haligi tomoniga turib gapiray. 2003-yilda men Futbol Plus degan oldingi dastur bo'lardi. Ko'rsatuv bo'lardi. O'sha ko'rsatuvda
El Clasico'ni endi men gazetadan chiqqanman. Gazetada juda ko'p yoritilgan bu narsa. Ana gazeta olam boshqacharoq yashardi haqiqatan. Televizorda ko'rsatmas haqiqatan aytayotganda, lekin gazetada nisbatan bo'rttirish bor edi, keyin tarjimalar ko'p ishlatilganligi uchun El Clasico nimaligi oldinroq gazeta orqali kelgan odamlarga deb o'ylayman. Men gazetadan chiqqan odamman. Juda vahima qilib turib, bilsangiz roliklar qilinardi-ku, Ronaldinho endi o'tgan paytida dunyoni ikkiga bo'ladigan o'yinchi rahmatli Hojiakbar Nurmatov. Televideniyada yurgandim, chiqib tursam, menga qaradilar. Oshxona bo'lardi, chiqib ketgan joyda. Yaxshi 2 marta gap eshitganman. Ya'ni zo'r odamlar bo'lgan-ku, yaqin bo'lgan hammaga, ko'rib qolganda o'zini fikrini oldin bo'lmagan-ku endi ijtimoiy tarmoq boshqa shunaqa odamlar gapirmasa hech kim gapirmasdi. Haqli edi ham. Ikkita e'tiroz bo'lgan. Birinchisi, sen hammani yulduz deyapman degan. To'g'ri e'tiroz. Zo'r yulduz nima deysan, siz super yulduz deganman. O'sha hech kim ishlatmaydigan gapaytlar. Endi sal manaqa Del Piero yulduzdir. U yulduzdir, lekin endi anaqani ham Delvekki Maradona bilan Pelening obrazini tushirib yubormadi. Yo'q, shunaqa deganlar, yulduz. U odamlar o'zi yulduz bo'lgan-ku, o'sha tomondan kelib chiqqan. Futbolga qiziqqanmi? Davlatga bilan ham ko'p gaplashardilar. Davlatga ketib qo'yganlaridan keyin men tutib olardilar. O'sha ketgan paytlar edi. Keyin shunda muncha vahima qilasan deganlar. Shunaqa deb turib gapirganman ozgina. Yo'q deganlar. Endi men u odamdan kelib chiqib ko'ryapman-da. U biz-ku sal ilinib qolgan 90-yillarning boshidagi futboldan kelib chiqib Italiyada o'ynadik. Ular tepada jahon chempionatlaridan o'lchaydi u yoshliklar. Butunlay 4 yilga bitta brend, bitta moda yetganda. Sekin bo'lgan ota-onalardan endi chiqqan paytlar bo'lgan odamlar. Shuning uchun Kruyff bilan yashagan, undan oldin Peleni ham ko'rgan ehtimol bor oxirlarini boshqalarni. Shuning uchun hamma davr o'zining holati bo'ladi, lekin men El Clasico'ni o'sha paytdan qaraqadir bo'ladi, oldindan emas. U yoqdagi mavqeini gazeta orqali ko'p bu yoqqa chiqarishga harakat qilardim va boshqalarga qaraganda Real bilan Barselona bilsangiz, men Jamol yaxshi biladi. Sharhlovchilarning ixtiyorida ham bo'lardi ko'p o'yinni tanlash. Bir kun keyin qo'yilardi-yu. Nimani tanlaysan? Sharhlar. Oldin shunaqa kichkina davr bo'lganda, 5-6 ta odam yurardi ko'z yer yuzda. O'shanda Real Barsa Futbol Plus'da ko'p chiqqan, gollar ko'p chiqqan va tabiiyki Real bilan Barselonada baribir o'sha payti ham undan sal oldin ham juda bir yorqin o'ynaydigan Rivaldo bo'ladi, boshqa gol chiroyli uradiganlar bo'lgan. Men uchun bu narsa bo'lib kelgan. Lekin men o'ylaymanki, hozirgi mavqeini o'lchashda bitta xatolikka yo'l qo'yamiz. Men hozir mana Yamal, Mbappe o'rtasida to'qnashuv yoki Xabi Alonso, Flick o'rtasida to'qnashuv. Agar Ronaldo, Messi yoki Mourinho, Pepe kurashi bo'lmasa, o'rtasida o'sha davrlarga teng kelishi mumkin. Lekin hozirgi avlod bundan keyin ko'ryapti-da. Juda katta epoxadan keyin ko'rayotganligi uchun buni zahr turadi. Mana Italiya seriyasi ham shu 12-yillargacha umid bilan turganda, shu Italiya yaxshi ko'radiganlar, hali-haligacha Milan muxlislari bor, mana kiyinib o'tiribdi. Hali-haligacha Inter kanallari bor, misol uchun Juventusga kirsa bor. Ular umid bilan yashaydi. Endi juda uzayib ketgandan keyin bir 20-30 yilgacha yo'q bo'lib ketgandan keyin endi bo'ldi deydi-da. Angliya butunlay boshqa yo'nalishda rivojlanib turibdi, lekin Ispaniya oldin Barselona bilan Real ikkalasini kurashi bilan tirgiydi. O'rtada buni juda katta bozorga chiqara oldi Messi, Ronaldo orqali. Umuman va eng asosiysi deb o'ylayman, biror bir kurashda, biror bir derbida futbol uslublari o'rtasidagi bu qadar katta farqli to'qnashuv bo'lmagan. Men o'sha burilish yasagan deb o'ylayman. Ya'ni shu epoxani Pep Guardiola City bilan qilmadi-da yoki Bavariya bilan qilmadi-da. Aynan Barsa bilan qildi. O'sha qadriyati shu tomonga qaragan va shuning uchun ham o'zi futbol Barselona bilan Realdan qarzdor deb o'ylaymanki, Barsa zamonaviylikka tortaveradi, Real unga anti bo'lib turib, kurashib butunlay mana masalan uchun Zidane yoki Ancelottini Chempionlar Ligasini yutib yurgan Reallarni qarasa, hech narsa yo'q-ku, lekin hamma narsa bordek zavq beradi-da. Bu butunlay boshqa tuyg'u, butunlay boshqa maza va bu yoqda Barselona total hali ustunlik bilan chiqib kelganligi va ikkalasi bir-birini to'sib kelayotgan va butun futbol shularning orqasidan ergashdi. Hozir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Angliya Premyer Ligasining jamoalari ming kuchli bo'lsa ham, hammasi hozir bundan keyingi davr APLniki deb o'ylayman. Bir o'yindan keyin APLdan boshqa narsa ko'rmaslik ham mumkin odamzod.
bunaqa rivojlanishda ketsa-da, lekin Real bilan Barselona bularni hozircha mana shu yo'nalishlarni otasi bo'lib turibdi-da. Hammasi shundan boshlandi-da. Mana zamonaviy futbol shundan boshlanganligi uchun sizlar majbursizlar bu yog'iga o'sha bo'yicha ketishga. Biz tepada Maradonadan boshlaydigan bo'lsak, hammada Maradonani ko'rganmiz-da. Hamma o'zbek Maradonasi ham bor, Vulqon nima, Bolqon Maradonasi ham bor. U Maradona shu davr edi. Karpat Maradona. Bu yog'i shunaqa bo'ldi va bir-biriga bular mos bo'la oldi. O'ziga yarasha, misol uchun bittasi treble bilan maqtansa, bittasi 3 tasi bilan maqtaydi. U ana vechность deydi, olovga tomosha qilish, unga tomosha qilish bu Real bilan Barsachilarni bir-biriga keltiradigan faktlarni tomosha qilishlik zamonda. Men shuning uchun ham mana shularni hammasini aralashuvi bilan El Clasico'ni bo'rttirmasa ham o'zi bozori chaqqon bo'veradi hali uzoq yillar. Lekin ancha zerikarli bo'lib qolgani ham bor gap oxirgi paytlar. Zerikarli bo'lgani 2-3 mavsumdan avvalroq. Kumun bo'lganda ham, boshqa bo'lganda ham esdaman. 2-3 yil mavsumdan avvalroq qaraydi. O'shanda ham bilmasdan o'yinning oldin nima bo'lishini mana shunaqa holat turardi. Ya'ni har doim shunaqa bo'lib turaveradi. Men esimda nima bo'lar ekan? 2 yilmi 3 yil oldin bilasizmi? Ketma-ket zerikarli bo'lganidan dedi juda ko'pchilik. Liverpool bilan Manchester City'ni kichik raqobat bo'lgan paytda qaysi davr bo'ldi? Bobur qaysi davr bo'ldi? O'sha birinchi 18-yil Ronaldo ketdi. Birinchi ketdi. 19-yil Messi ketdi. 20 edi. O'shandan keyin ikkalasi ketganda bir endi necha yillik muhabbatingiz yo'q bo'lib qolgandan keyin qanaqadir anaqa bo'ldi. Bu vaqtincha edi. Yo'q, o'yinlar ham zerikarli bo'ldi. Qaysidir mavsumda eslayman, ikkala klassikodan ko'pchilik norozi bo'ldi-da. Vinicius, Benzemalarga aytsangiz, urib siz pachangiz chiqaradida biz qanaqa ter to'kkanmiz to'kkanmiz u paytda. Yo, bor edi. Vini 17-yil kelgan Realga. Ronaldo ketgandan keyingi mavsumda o'ynadi. Yo'q, o'sha 18 kelganda orada jarohat olib 1,5 yil o'ynamadi Vinicius. Unda Vini emasdi-ku. Lekin yosh bola Ronaldodan keyin 7ni kim olgandi? Mariano Dias. Ha, Mariano. O'sha El Clasico'da gol urgan. Bitta tushib turib El Clasico'da gol urgan. Xohlagan ekan 7. Voqealar bor. Faqat shu bilan eslanadi Mariano Dias boshqa. U bolalarga shuni aytib berdim. Romaga ham birinchi o'yinda zo'r gol urgan. Oxirgi 4 ta klassiko, yo 5 ta klassikoda Barselona ketmagan g'alaba qozonyapti. O'tgan mavsumda to'liq g'alaba qozondi. O'tgan mavsumda Realda shunaqa Realda 3 ta ketma-ket bo'lgan. Real 24-yil aprelda oxirgi marta klassikoda g'alaba qozondi. 24-yil degani bu o'tgan yilgi, ya'ni 24-25 mavsumda Real to'liq mag'lub bo'ldi Barselonaga. Barsa Ayntraxtdan mag'lub bo'lib yurgan yillar adashmasam. Shunaqa bo'lgandi. Jarohatlar masalasi, ikkala jamoada ham juda ham ko'p jarohatlar bor. Mana shu qaysi Realgami, Barsagami ko'proq pand berish mumkin? Qaysi biriga? Yo'q. Yo'q, hozir sanaylik, Ozodbek sanaylik, chunki oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Barsada ko'proqda baribir. Anaqada Realda hozir yo'lda xayrlar bilan gaplashib keldik. Alexander Trent qaytdi. Hausen. Jarohat faqat Rüdiger bilan Alaba. Barselonada Gavi, Olmo, Rafinha, Ter Stegen, Joan Garcia ko'proqda. Olmo, Lewandowski, Ferran Torres, Kunde va Rafinha. Yo'q, Torres qaytdi. Torres anaqada qaytgan. Pod vопросimda Kunde bilan Rafinha turibdi. Endi Rafinha aniq deyishyapti ko'p yozishda, chunki bugun juda yomon chiqib ketgan. Kunde ham bugun mashg'ulotlarda qatnashmagan. Kundeni lekin hali ertaga jarohati yengilroq deganini eshitdim. Ertaga kechga ma'lum bo'ladi. Rafinha ham qaytib qolishi mumkin. Bir oy. Rafinha ham. Lekin uni jiddiy deyishdi. Rafinha chiqib ketganda mashg'ulot o'rtasida bular juda qattiq kuzatishadi-yu. Uyda anaqasi turbasi yorilgandir endi. Shu oyog'ida yorilgan bo'lishi mumkin. Keyin bir oy dedi, bittasi 5 oy ham deb chiqardi. 5 oy bo'lmasa kerak-ku, 1 oyga dedi. El Clasico'ni aniq o'tkazib yuboradi deb ham berdi. Qaysi jamoaga ko'proq pand berish demak aniq Barselonaga. Endi murabbiylarga bog'liq. Hozir eng katta jarohat Barselonada jarohatlar ko'p va eng katta yo'qotish bu Flickning o'zi deb o'ylayman men. Chunki maydon chetidan o'yinni boshqara olmaydi. Oxirgi o'sha turdagi Girona bilan o'yinda qizil kartochka olgan. Tepadan turadi, boyagidek yordamchilar bilan to'g'ri hozir zamonaviy aloqa vositalari bilan yengilroq bo'lar. Bari bu endi
tepada turadi-da. Alcantara boshqa. Orada kimdir baribir o'rtada turadi, o'rtakash. Thiago Alcantara Bu deyishdi. baribir o'yinga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Eng katta yo'qotish to'g'ri Rafinha qaytmasa, bo'lmasa Flick o'zi eng katta yo'qotish. Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Joan Garcia, Rafinha, Lewandowski, Olmo, Kunde. Yo'q, Gavi bilan ter Stegen'da tushunsak bo'ladi. Bobur endi anchadan Mavsum beri boshidan yo'q. Joan Garcia. Lewandowski ham Lekin unchalik. yo'qotish bu Rafinha bilan Joan Garcia. Lekin Real himoyachisi himoyada. Rüdiger, Bu Trent, Rudiger bilan Carvajal. Alaba ham anchadan beri o'ynagan yo'q-da. Endi Alaba Alaba. yaqinda Hozir o'ynadi. mana bunaqa qarash kerak edi. Real zaxirasidagi kechagi informatsiya shunaqa ediki, Din Hafsin tushadimi, tushmaydimi noma'lum edi. U qaytdi bugun. Qaytdimi? Qaytdi. Trent. Trent qaytdi. Trent o'ynamaydi ko'p ehtimol. Bari Valverdeni tushiradi. Carvajal ham qaytdi. Sog' odam hozir o'yin tomonga na Valverdeni na Carvajal qo'yib bo'lmaydi. Chunki Carvajal ham Yamal bilan o'yindan keyin gaplashaman debdi-yu. O'yin payti emas debdi. Demak, u qanotda o'ynamaydi. O'zi o'ynasa shu qanotda o'ynardi. Shuning uchun hozir ikkalasi ham bor masalliqdan foydalanadi. Bekorga Juventus bilan ehtiyotkor futbol ko'rsatmadi Real. Bekorga hammani o'sha joylarda ataylab men qarab turdim, Bellingham bilan Arda Güler asos tarkibda tushirib o'ynatib turibdi. Unga bu joydan bitta joyga tiqilib qolurdi ikkalasi. Lekin El Clasico'ni o'yladi ko'proq. Juventus 70% o'ylab turgan bo'lsa ham o'yinni 30% bu yoqda bo'ldi. Barselona Olympiakos bilan balki birga ko'rib o'tirgan paytimiz men bitta narsaga e'tibor bering. 2-1 paytida liniyalari sal uzoqroq ekan. Bittasi ham qo'ydi. Barselona El Clasico'ga tayyorlanyapti. Juda yuqori liniya xavf keltirsa, misol bo'lish mumkin u 10-daqiqada ikkita, bir Vinicius ikkita urgan-ku, qochib ketib. Xavi ham qilib ko'rgan. O'tgan mavsumida. O'sha Xavi 4-1 yutgan paytida Xavi ham xuddi shunaqa narsa qilib ko'rgan. O'zi Barselonaning bor futbolida. Lekin xato qilgan, Vinicius qochib ketavergan, qochsa uradi endi Mbappe ikkalasi. Ikkita 10-daqiqada bo'ladigan bo'lsa, bu yomonlikka olib kelishini biladigan odam endi oxirigacha turavermaydi-yu. Sal zichmasda, sal yoyishi mumkin degan farazlarni berishdi o'sha Olympiakos bilan ishlab. Keyin qizil bo'lib qoldi. Qizil bo'lib qolgandan keyin qanaqa liniyalarda dedi, borib pachani chiqarib tashladi. Lekin siz aytgan masalada o'sha liniyani sal yoysa qiyin, menimcha unaqa qilmaydi, maksimalni zich qiladi. Bu jarohatlar bilan hozir Flick keyin Mbappe'ga qarshi Mbappe'ning tezligi unga hudud bermaslikka harakat qiladi deb o'ylayman. Vinicius ham Mbappe ham baribir hudud bersangiz o'ta tezkor va imkoniyatdan foydalanadigan futbolchilar bunaqa riskka bormasa kerak. Bu yerda endi o'yin ssenariysi qanaqa ketishiga ham bog'liqda, kim birinchi gol uradi, qanaqa bo'ladi. Masalan, o'tgan yilgi o'sha birinchi klassikoni olsak, Mbappening ikkita gol ofsayd, sun'iy ofsayd qilishdi-da Barselona. O'xshash. O'sha yerda santimetrlarga adash, Mbappening golini hisoblasin edi. 2-0dan keyin to'g'risi butun mavsum o'zgarib ketishi mumkin edi. Lekin keyingi 2-0da barib chiqib ketolmadi. Endi baribir o'yinning qanaqa boshlanishi muhim deb o'ylayman. Endi kim hozir ikkalasi ham eng yomoni yaxshi sport formada emas-da. O'tgan yil o'sha birinchi klassikoda Barselona haqiqatdan ham yuqori sport formada edi. Hamma Barselona maqtayotgandi. Flick nima qildi? Mo'jiza yaratdi. Xavidan qolgan jamoada nimalar klassikolarda ham shunaqa edi Barsa. Endi o'sha anaqada o'sha tempda ketdi-da. Hozir klassikoga ikkala jamoa ham unaqa bormayapti-da. Hozir ikkalasida ham o'yinida muammolar bor. Real bitta qarshilikka uchradi, ko'rdik qanaqa o'ynadi Atletikoga qarshida. Sochilib ketdi jamoada. Keyin o'ziga kelib oldi. Hali Atletikoga qarshi o'ynab o'ziga kelmadi-da. Boshqa jamoalar bilan. Boshqa jamoalarda endi baribir, endi Juventus ham to'g'risi hozirgi Atletiko bu ahvoldan ham baribir Juventus u darajada Realga qarshi raqobat beradi degan deb o'ylamayman. Masalan, muammolar yetarli. Barselona emasda baribir. Endi ko'ramiz. Barselonada ham yetarlicha muammolar bor. Yamal o'tgan yilgi bahordagi o'yinning yarmini ham qilayotgan yo'q menimcha. Endi alohida nastroy bilan chiqsa agar. To'g'ri, endi boshqa hamma futbolchilar Mbappe ham boshqa nastroy bilan tushadi, Vinicius ham boshqa nastroy, Yamal ham ko'ramiz ertaga. O'z ko'pchilik Yamal Mbappe qarama-qarshiligi deyapti-yu buni. Meni fikrimcha shaxsiy, kecha mana Juve bilan o'yinda man of the match bo'ldi-yu Arda Güler. Pedri bilan Gülerga juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki markazni egallashga
bittasi zich o'ynaydi, bittasi qochib ketib o'ynaydi. Ikki xil uslubdagi deb turibdilar jamoa. Shu ikkita ijrochi markazda nima qila olishiga bog'liq juda ham menimcha. Ikkalasi ham yosh e'tibori bilan maestro bo'lmasa ham o'yin e'tibori bilan maestro bo'lib ulgurdi-da ikkalasi ham. Jahondagi eng yaxshi kreativ yaratuvchi futbolchilar statistika e'tibori bilan ham ikkalasi dahshat raqamlarida bosib o'tgan daqiqalari, berayotgan kalit paslari va boshqasi. Shu markazdagi ikki futbolchi katta tosh bosadigan ish qiladi va stopperlar. Ularga yordam beradiganlar. Endi De Jong, Bellingham, Chouameni shu toshni bostirib kim og'dira olsa, menimcha shunaqa. Kamavinga emas hozircha. Ya, mayli Kamavinga ham bo'lishi Ikkinchi mumkin. bo'limda tushyapti. To'g'ri, Bobur to'g'ri jihatda gapirdi. Markaz juda muhim. Ayniqsa bunaqa o'yinlarda markaz juda muhim, chunki to'p ko'proq markazda bo'ladi. Bu yerda baribir masalan endi Guler bilan men Pedrini taqqoslamagan bo'lardim. Pedri butunlay boshqa daraja. Lekin o'sha so'nggi klassiko, o'tgan yilgi klassikolarda ko'rgan bo'lsak, Gabi asosiyda tushmasa ham kerak paytlari filik tushirdi-da uni. Aynan o'sha Viniciusga qarshi jang, bu o'yin ruhiy jihatdan va ikkinchi jang bo'ladigan o'yinda klassiko. Bu yerda xarakter juda muhim. Gabi aynan o'zining o'sha nima deydi, bir psiqligi bilan, qo'polligi bilan bu ham bu Maktabda iflos bolalar bo'ladi. Boksda bir kun oldin anaqa bo'ladi-yu, ko'z urishtirish. Face to face. O'shanga Gabi daqa futbolchisi yo'q hozir Barselonada. Casado ham, De Jonglar ham tarbiyali bolalarda. Pedri umuman alochi. Bezori yo'q maydonda. Bezor yo'q-da. Shuning uchun Yamal bezorlik qilyapti ozgina. U ham bir bezor emas, u anaqa pismiq qitmir anaqa janjal chiqaradi, janjalda yo'q. U mushtlashmaydi-da. O'zi aytishdi-yu. Ko'lab turadigan futbolchi. Ispancha tarbiya olgan. Uni hech kim, misol uchun, ispanlarni o'zi to'g'ri tushunyapti, deyapti-da. Misol butun dunyo uniga hayron bo'lyapti. Bugun kechaga chiqishi ham hamma joyda muhokama bo'lib ketdi-ku. Haligi orcha gap gapirib-da. Real haqida gap eshitdinglar. Bitta shouda qatnashgan. Uni Mega Ligasidagi bitta jamoasi bor ekan. Yamalniki ham. Haligi Pikeni Mega Ligasi bor. Biz ham bolalar Media Liga. Media Liga. Mega Liga dedim. Mega Liga. Mega. Pike Liga ya o'sha. Shunda Pikeni o'zi qitmirlik qilib. Javob nomi ishtonsizlar. Yo'q, qitmirlik qilib turgan orqada bu endi shou bo'lgan o'zi. Shoudan juda jiddiy narsa chiqarish qiyin. U aytganki, raqibini Ibrahim degan jamoani bu Media Ligani Madridida degan, Real degan kuchli degan ma'noda aytgan haligi boshlovchi. Desa, ha, o'xshaydi, anaqa o'g'ri hakamlar bilan ishlaydi, bir narsalar degan. Yamal. Orchiga borgan. El Clasico oldi. Shuni hozir Real kiyim almashtirish xonasida ham muhokama bo'lgan, Carvajal o'yindan keyin gaplashaman degan, gapirishgan haligi. Chiqadi-yu bu xabarlar boshqalar. Lekin men o'zim Yamalda bitta narsaga e'tibor berdim. U gapiradi-yu. Gapirgandan keyin, misol shu o'tib bo'lgandan keyin bunaqa o'sha darajadagi reaksiyada bir afsusdan yurganini ko'rmadim. Nima bo'lsa ham haqiqiy o'sha hozirgi zamonaviy Ispaniyaning tarbiyasini olgan deyishyapti-da. 18 yosh birinchidan yosh bola. Ikkinchidan uni gapini o'zi jiddiy olayotganlar jiddiy emas deyapti-da. U keyin shouda gapirgan. Shoudan buncha narsani chiqarish noto'g'ri degan. Chunki haligi odam o'zi qitmirlik qilib gapirgan bo'lgan. Pike ham san u deb shuni chiqarishgan. To'g'ri, misol uchun atrofida tuzukroq odamlar bo'lganda bunaqa narsaga yo'l qo'yishmasdi bir kun oldin. Kerak yo'q. Pedri gapirmaydi. Yo'q, endi Pedri hech qachon gapirmaydi, lekin gapirmaydi. Deganim, endi Bobur bir paytlar Messi pismiq deylardi. Gapirmaydi deylardi. Endi bunisiga ham ko'nish kerak edi. Yo bu. Hozir shunaqa deyiladi. Bunda bu shou, o'yindan oldingi shou-da bu. Yo'q, u uchun mo'ljallangan. Bu har doim bu ataylab shou qilyapti demoqchi emasman. Ya'ni shouga yo'q, bu bolanikini, mana misol uchun men o'zim ham aytuvdim-da bir paytlar anaqa qo'yishgan. Bu bolada buning otasi ham hali bolada. Shu tomonda Ozodning shekli otasi. Men qo'ymay qo'ydim. Yamal mana shu narsalar bor-ku, oldin baribir futbolchi atrofi dirdi. Chunki davom, mana misol uchun Nuno Mendeshga ham yozdi, Ronaldoga ham yozdi, keyin ham rosa urushsa boshqasi, urat, unaqa afsuslanadigan yoki bir narsa qilib qo'ydim degan davomi ham yo'q ekanda. Bu yaxshi o'zi uchun.
o'ylamaydi bu haqda. Bu yaxshi. Gapiradi bo'ldi, ketdi. Bu yaxshi deydi-ku. O'zi futbolchi uchun biz misol uchun sinib qoladi deganda ko'proq shu narsalarni tushunamizda. Futbolchi keyingi ta'siriga Hanuli baribir ehtiyotini olib tepadagini gapirgani, natijadan keyingi bosimni ham his qilgan Ronaldo. Lekin xayrlat bitta narsani tan olishimiz kerak. U hozir so'nggi ayniqsa so'nggi 3 oyda uning futboldan tashqarisi ko'payib ketdi-da. Masalan, chiqqaniga 2 yildan oshdi-ku. Bunaqa emas edi-da, baribir bola edi va bu endi kichkina edi, 16 yosh edi. Endi o'sha paytda bir narsa qilsa ular, masalan, o'sha Yevropa chempioni bo'lganda ham bu darajada emas edi-da. Aynan o'sha Yevropa chempionligidan keyin chiqa boshladi. Uning atrofidagi gaplar ayniqsa bu yil yozda juda ko'payib ketdi. Uning shu jahon chempionatiga Barselona bormaganligi chatoq bo'ldi. Klassika uchun yaxshi Jamol. Yo'q, yaxshi. Xayrullo aka, hozir siz gapingiz bolani bezorligini oqlagan deb o'qyapti-da. Yo'q, mayli. Men aytmoqchimanki, mana o'rnak olsa Neymardan emas, o'rnak olsa Messidan olish hech qachon unaqa qilmagan. Neymar hech qachon bunaqa gaplar gapirmagan. Neymarning ham otasi aqlli edi. Neymar, Neymar Messining ham butunlay boshqa bo'ldi. Neymar keyingi buni mana misol uchun hattoki Madriddagilar ham Farruh bilan gaplashdim-da, Ramos bilan. Buni Madridda ham unaqa jiddiy olishmaydi dedi. Ya'ni ular bilishadi, shu bugungi kunimizni bolasi deb. Hamma bola shunaqa Ispaniyada hozir deyapti-da. Buni faqat jahonda boshqacharoq qabul qilish bor. Haligi intriga. Mana misol uchun men boya boshqa podkastda ham aytdim, Fermin Lopesdan ko'ra ana o'yinda biz ikkalamiz ko'rdik-ku, mehmonxonaga borib turib, shu Yamallarning qizini ko'proq ko'rsatgan videoda. Anaqada rejissor. Foydalanish ham bo'lib turibdi-da. Misol nima aloqasi bor? Misol o'yin bo'lib turibdi-ku, o'yin bo'lib turgan paytda misol 75 marotaba Fermin Lopes 3 ta gol urgan bola, man of the match ko'rsatilgan bo'lsa, 76 marta u qiz nima aloqasi bor? O'sha joyida aloqasi yo'q-da. Foydalanish bundan bu davomi ham bo'lib turibdi-da hozir. Boshqalardan ham ketib turibdi. Yamalni qancha ko'p gapirishi tele translyatsiyaga ham shuncha foydali ekanda. Qancha ko'p gapirilishi. Bir vaqtlar Vinicius ham boshlaganda shunaqa qiliqlarni. Baxtli bo'lsin. Hozir qaranglar, menga bitta savol qiziq. Hozir Barselona haqida ko'p gapirib o'ryapmiz. Aslida o'zi Real Mbappe aniq 100% tushadi. So'nggi o'yinlarda biz Alonsoda ko'rdik, ba'zida Rodrigoni tushirdi, ba'zida Viniciusni tushirdi, ba'zida Mastonboyni tushirdi. Mastonboy. Maston qildi. Mastonbek. Qisqasi o'sha oldi bitta futbolchi noaniqda. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kim? Mbappe oldida kim bo'ldi? Oldida o'ynashganmi? Mbappening yonigami? Yo'q, Mbappe hujumda o'ynaydi. Vinicius oxirgi o'yinlarda asosiy tarkibda chap qanotda. Aniq bu. Chunki bilmayman, ikkita o'yini bilan bo'ldi. Joyini oldi. Qanotchi. Mastantuoni o'ynaydi. Chunki Rodrigo emas. Yo'q, Rodrigo emas, Brahim Diaz emas. Chunki Mastantuoni yagona Realda o'yin tomonlama, stil tomonlama sal pastroq bo'lsa ham Yamalga konkurent. Ya'ni boshqa tomonga ko'chirish bo'yicha, rang-baranglik berish bo'yicha Mastantuoni, Rodrigo ham ma'lum. Realda juda ko'p taktikalar ishlatilayotgan bo'lsa ham, Real futbolchilari haddan tashqari ma'lum futbolchilarda nima qilishi ma'lum. Hatto Bellingham ham mana kelib qaytdi, lekin bir aniq bir hech kim hech narsa deya olmayapti qanaqa o'ynaganiga-da. Kecha gol urgan bo'lsa ham Bellingham zaxirada qolishi mumkin. Yo'q, men Arda Güler bilan ikkalasi maydonga tushadi deb o'yladim. Kecha Juventus bilan tushgan tarkib tushadi. Bir-biriga xalaqit bergan taqdirda ham. Sababi hozir Valverde o'ng tomonga o'tadi-yu. O'ng tomonda yo'q baribir. O'ng qanotga o'tadi. Valverde o'tgandan keyin o'rta bo'sh edi baribir. Ikkalasida joy bor demoqchiman-da, Güler bilan. Faqat bitta joyi qo'yib Juventus bilan qiynalib ketishdi. Keyin ajratildi va oldinga chiqqandan keyin Lojni kelgan paytida o'yinni qurib gol urib qo'ydi. Shunda Chouamani orqada bo'ladi. Chouamani himoyada ham o'ynashi mumkin. Keyin Dean Howson bilan ko'p ehtimol Raul Asensio qaytsa kerak. Ikkalasi o'ynaydi deb o'ylayman. Qanotlarda Militao olmasa. Bilmayman, hozir Raul Asensio ham bo'lishi mumkin. O'ng tomondan o'ynasa, Valverde chap tomonda Carreras tushadi. Endi asosiy kurash baribir Carreras bilan Yamalda bo'ladi. Faqat o'sha kunda tushmasa, bu Barselonani minusi yana bitta, chunki o'zi Rafinha yo'q. Yamalga yordamchalik to'p qabul qilishda. Statistika ham chiqdi-yu, Yamal Rafinhasiz o'ynaganda juda ko'p noto'g'ri qarorlar qabul qilgan. Qiyshiq tep urgan. Ya'ni boshqa odam yo'qdi. Rafinha ochilish bo'yicha endi zo'r haqiqatan hamda. Kunda ham bo'lmaydigan bo'lsa, Yamal juda ko'p tomonlama anaqa bo'lib qoladi, siqilib qoladi, orqaga qaytishga bo'ladi va u chap qanotda Vinicius o'ynaydi. Hozir Vinicius favqulodda, men bitta narsaga e'tibor berdim, provokator-ku o'zi Vinicius tabiati. Bilsanglar, boshida uni tarbiyaladi. Shu tarbiyaladi, lekin keyingi ikkita o'yinda u
shunaqa ishlar qildiki, keyingi hali raqibga bosim o'tkazadigan provokatorlar. Villarreal o'sha provokatsiyani to'g'ri yo'nalishga nimadir burib bo'ldi. olgan. Chunki haligi Xetafe bilan o'yinda u maydonga tushdi. Ikkita futbolchiga qilgan ishi, yana kim bor almashtirsa, bu o'zi buni tabiat o'zgarmaydi. Shundan foydalanish, yaxshi ma'noda foydalanish boshlandi-da. Mana shunaqadek ko'rindi. Va kechagi o'yinda ham, misol, finti ham boshqasi ham bo'lib turibdi, janjallik ikkinchi bo'lib davom ettiryapti-da. Ya'ni o'zi boshlamayapti. Oldin o'zi boshlardi. Yomon ko'rib qolishgani oldin o'zi boshlagan. Undan oldin bilsangiz, oltin to'p olgan yillari buni hozirgi holatida edi. Ya'ni Viniciusda shunaqa ekanda, uni jahlini agar kimdir birinchi chiqara olsa, u plyusi o'sha narigi tomonni, lekin Viniciusda bo'lsa, odobli bo'lmasa ekan demoqchiman xullas. O'zi aslida Yamaldan odobsizroq. Umumiy tutishi boshqasi. Siz aytganingizdan, hozir hayolim kelib qoldi. Siz aytganingizda Yamalda ko'proq bular aytgandagi o'yin bo'lsa, Yamalning skillari kamayib ketadi ertaga. Ya'ni Kunde bilan Rafinhaning yo'qligi. Aynan mehnat ko'payib ketib, Barselonada eng asosiy figura deb o'ylayapman men. O'zimcha kashf qildim. Real agar Messi uni ushlasa, unga e'tibor bersa, xavf tug'dirmaydi, lekin eng unutilishi mumkin bo'lgan futbolchi Fermin Lopes bo'ladi. Chunki Fermin napadash shu. Endi kechagi hat-trickdan keyin Yo'q, hujumchi ortida Yo'q, o'ynaydi. hat-trickdan keyin uni unutishmasa kerak. Yo'q, boshqa o'yinchi yo'q, Jamol. O'lmo yo'q. Tushundim. U hat-trickdan keyin endi Olympiakos mana bunaqa bo'ladi. Baribir Real mana topsiz o'ynaydigan futbolchilardan ko'ra aniq to'pni xavflilarini biladi-ku. Rashfordni bilishadi. Rashford endi u qachongi Rashford. Tug'ilgandan futbol. Rashfordga qanchalik imkoniyat bor o'zi? Rashford agar Real boshqa futbolchi yo'q. turib pressing Ferran Torres qaytdi-ku. Yo'q. Ferran Torres hujumda o'ynaydi. Sof hujumchi bo'lib o'ynasa kerak, chunki Lewandowski yo'q. Chapda Rashford o'ynaydi, o'ngda o'ynaydi. U zaxirasi yo'q Barselonani hozir. Aynan mana shu ortada Fermin Lopes o'ynaydi, orqada Pedri bilan De Jong o'ynaydi. o'yinda kimgadir nimadir bo'lib qolsa, Barselonaning hozir o'sha asos tarkib jarohat deydi. Bitta narsasi bor. Barselonaning tarkibi normal bo'lib qoldi. Rashfordning bitta yaxshi tomoni bor, Jamol. Zaxirasi yo'q. Agar Real Yo'q, zaxira deb kasodlar anaqalar bor. Endi ular kuchaytirmaslik lekin Pedro Fernandes o'ynayapti. Tarkibni to'ldirib beradi. Hozir Barselonani yutuq tomoni shundaki, misol uchun agar Real mana bu yil ko'rib turibmiz, Alonso boshchiligida pressing qilib turibdi. Oldinga chiqib to'pni qaytarib olish bo'yicha ko'rsatkichlari yaxshi. Shuni qiladigan bo'lsa, hududlar ochilsa, bu Yamal zo'r emas, juda hududda to'pni bilan olib qochadi. Rafinha zo'r edi. Rashford ham yaxshi-da. Rashford qochishga hudud bersa-da endi. Yo'q, o'sha yuqoriga ko'tarilsa, menimcha o'zi bu hududlarning o'yini bo'ladi. Ikkalasi ham hudud beradi deb o'ylayman. Yo'q, gol o'tkazib olgani hudud beradi. Gol o'tkazmadi. 0 payt ikkalasi ham hudud bermaydi. Misol uchun Real agar gol ursa, e'tibor berish mumkin himoyaga, tushishi mumkin. Barselonaga ishonmayman. Qanaqa hisob bo'lib tursa ham hudud beradi. Barselona oldinga chiqib, hali bo'g'ib tashlash uchun harakat qiladi. Xuddi hali bilasizmi, Torunni yutdi-yu Pep Realni. O'shanda hammaga 10 metr yana surilib o'ynaymiz degan-ku. 5-0 o'tgan. Torunni. Birinchi o'yinda 5-0. Mourinyoga. Yo'q. City. City. Torunni yutganda Varanlar xato qilgan. O'shanda Viniciusda nafas ola olmagan 10 metr surilgan hamma liniyadan keyin overkred berganda juda g'alati tutganman o'zimni degan. O'zini ham liniyasidan ham teparoqda bo'lgandi. Deyarli yarim himoyachilar yuradigan joyda bo'lgan. Shunga shunaqa ham qilish mumkin. Flikka farqi yo'q. Chunki hozir agar oxirigacha boraman desa, shu joyi to'pni olaman desa, endi xavfli tomoni bor. Hozir Barselonaning eng aniq ojiz nuqtasi bu yilning o'zida imkoniyat bo'yicha, raqibga vaziyatli berish bo'yicha o'tgan yilgi yarim mavsum plan to'ldirib qo'yibdi. 4 dan 5 ta o'yinda bu juda yomon. Jironalar agar 4 talab birinchi bo'lim o'zida birga chiqib ketayotgan bo'lsa, bu juda yomon-da. Mbappelar bir amallab chiqqanda o'sha o'yinlarda ham ikkita urgan bo'lsa, lekin bunda Jirona chiqib turibdi. Sevilla 4 martalab chiqib turibdi. PSG ko'rsatib berdi. Harry Kane bu anaqasini yozib berdi. Bunda alohida yurib turib, alohida yurdida, keyin pas berishib turib, bu narsalarni qilishadi. Harry Kane yutqizgan o'yinida hatto. Tayanch zonasi. To'g'ri bir yutqizuvdi. O'shanda 3 tami 4 ta vaziyatga o'zi keyin bunda liniya chekirib oladi. Bu yil anaqa o'sha sun'iy o'yindan tashqari holat
qilmay qo'ydi, foydalanadi. yo'q qila olmayapti. Inigo Martinez yo'q. bording. Inigo Martinez kontrol qilgan har doim. Ha. Kubarsi akasi bo'lgan, boshqa bo'lgan. Oldinda Rafinha pressingni kontrol qilgan bo'lsa, Inigo Martinez eng katta yo'qotish deyishdi-da. Misol o'rniga ham shunaqa futbolchi olmadi. Araujo gol urishi mumkin borib, oxirgidek qiladi. Vinicius to'xtatishi mumkin, lekin qo'lni ko'tarib charchaydi-da nimaga hakamga. Hakamlar qo'yib beradi, ayniqsa Barselona o'yinda qo'yib bermasa bo'lmaydi. U bo'ldim, bo'lmadim, var aniqlab beradi. Varli o'yin bo'ladi. Yo'q, var borlikda ham qo'l ko'taryapti. Shu mana shu uyizvimiy joyi deydi-ku, shu joyidan agar o'zi ikkalasida ham shu hozir. Mana kecha ham Yuventus ham Vlahovic ham birga bir chiqib ketdi-da baribir. 2 marta birga bir chiqishdi. Chunki Real ham yuqorida, Real ham o'sha futbolni sekin-sekin tomoniga qarab ketib turibdi. Ikkalasida himoya juda muammolida. Lekin bitta minus, bitta plus bor Realda. Men Realni muxlisi bilan ko'rdim-da o'yinni. Uni aniq ichki taassurotini aytaman. Shunaqa o'ynasa odam xotirjam ko'rar ekan dedi. Ya'ni to'p juda tez olib qo'yilyapti-da. To'g'ri Atletico bilan bo'ldi, lekin Atletico bilan men o'ylaymanki, Atletico bilan bo'lgan ishlarni Barselona qila olmaydi. Sörlot yo'q, unaqa futbol bo'lmaydi. Alvares yo'q. Keyin ular juda himoyaviy, bilsangiz Mbappega ikkita futbolchi qo'ygan o'sha kuni, Mbappe ko'zini ocha olmagan. Barselona qilmaydi. Barsa Real bitta futbolchiga ikkita futbolchi qo'yib, bunaqa o'ynamaydi deb o'ylayman. O'zini futbolini quraveradi baribir. Shuning uchun Atletico bilan o'yinni solishtirmaslik kerak. Bu aniqada, u boshqa narsa. Keyin Realni yomon tomoni, minus tomoni, men to'pni nazoratga olsa ham, men Xabi Alonso deb o'ylayman. Xabi Alonsoda katta o'yinlarga kompleks bor. Anaqaga Bayer Leverkusenda Gasperini yutqizdi. Keyin Bavariyaga yutqizdi. 3-0 yutqizdi. PSJga yutqizdi. Atletico yutqizdi. Katta o'yinlarda javob bera olmasligi. Mayli hisobla 3-0 4-0. Lekin birinchi klassikos murabbiy sifatida. Mayli katta o'yinda baribir. Kuperga o'xshar ekan-a. Shunaqa o'yinlarda u nochor qolishi bor ekan o'zi. Ali nimaga hisobla uchun? Aniq qormaydimi? Shu ko'p o'ylab переборщить deydi-yu. Keyin yana bitta yomon statistika bor Real uchun. Realda yangi murabbiy kelgandagi birinchi o'yin har doim juda yomon bo'lgan. Chunki hammasi o'zida Mourinhoning ham shunaqa bo'lgan. O'zidan nimadir qo'shgan. Zidanda nimadir qilaman deb birinchi o'yin. Yo'q, Zidanda-ku normal ketgan. Zidan yaxshi o'tkazgan-ku, anaqa El Clasicolarni. Endi u Ancelottining yonida ham 1 yil turgan-ku. Benitesda yomon bo'lgan edi. Torino. Ancelotti ham. O'sha tomoni bor Real uchun. Lekin men bitta narsa, o'tgan yilgi Barselona bilan hozirgi Barselona o'rtasida katta farq bor. Agar hozir shu Barselona agar Real yuta olmaydigan bo'lsa, keyinchalik bo'lib kompleksga aylanadi. Hozirgi holatdan kelib chiqib turibman-da. Chunki juda ko'p ochiqcha, ana ochiq boksyorga o'xshab turib, ochilib o'ynaydigan jamoada bu. Yuguradigan avlodiga chiqib chiqqanda Mbappe bilan Vinicius, Mastantuono hammasi yuguradigan bolalar-da. Shular bilan agarki mana shunaqa o'yinlarda imkon berib turgan paytda yuta olmasa, boya aytdik-ku, Arsenal endi mana shu hozirgi tarkib bilan yuta olmasa, keyin endi yuta olmaydi degan fikr kelib qoladi-yu, Arteta. Hozir Barselona shunaqa davrdaki, juda muhim figurali futbolchilar oldindan ketdi, darvozaboni yo'q, Rafinha yo'q, Pedri to'kilib o'yinini ko'ringlar. Olib turibdi zaxiraga, olyapti, iloji yo'q. Yamal bunaqa ahvolda, bunaqasi keladigan bo'lsak-da, Kunde bormi yo'qmi, erta o'ynasa ham bormi yo'qmi degan futbolchi bo'lib o'ynaydi. Chunki demak, qanaqa bo'ladi. Balde unaqa formada emas. Kubarsi asosiy bo'lib qolgan. Shesni chiqishni ham bilmaydi, boshqani ham bilmaydi. Birga-birda bemalol koridor ochadi. Shesni nimagadir bu yil unaqa o'zini o'tgan yil qanaqadir zo'r tutgandi-yu, masalan, o'sha Ter Stegen o'rniga chaqirilganda. Ya bu ko'luvdi-da. Yo'q, yangi yosh bola keluvdi-ku. Bo'ldi, men rost ikkinchi marta pensiyaga chiqdim. O'tgan yili pensiyadan qaytib kelyapti. Bu yil odamning motivatsiya bo'ladi-da. Hozir buni o'rniga bar darvozabon olib kelishdi-ku. O'shanga moslashgan paytida becha ambitsiyalar tugaganda yana olib tashlab yuborishdi-da. Hozir bu o'zi balkim ertangi o'yinda qaytar. Yo, Shesni o'zi o'tgan yili men birman deb kelgan joyida, rostdan sigara chekadigan bo'lib keluvdi-da. Bu yil unaqa emasdi rostdan holati. Boshqa darvozabon keldi. Yo, o'sha mana misol Barselona yuqoriga chiqqan paytda ko'rsanglar, rasmlar ham bor. Bir xil qadam tashab yurar ekanda, ana Joan Garcia. Bir xil futbolchilar bilan bir xil yuradi. Bu qolib ketayotgan. So'nggi himoyachi bo'ladi-da. Shunaqa. Va bir ikki marta xato qildi, lekin 100 marta to'g'ri ish qildi-da. Bir marta xatosini ko'rsatishadi, bitta kimgadir oldirib qo'yganda gol bo'ldi. Bu umuman chiqmaydi, save qilib qutqarib yotadi. Gap yo'q, lekin save bilan juda katta hudud qolib ketyapti. Save bilan ish bitmasligi mumkin-da bitta qaysidir o'yinda.
Bitmadi-yu anaqa bilan, Sevilla bilan o'yindi. Shunaqa qochib ketib urishdi. Shunaqa imkoniyat berib turgan Garsiya paytda 5-himoyachida, doimiy yordamga o'zi baribir birga yurgani uchun. Noyerga o'xshab qoldi. himoyachilar darvoza o'rtasida bir xil masofa bo'lishi Ha, kerak. pas bera oladi, pas ola oladi. Bu qariyaku bu chakir turaversa. Ana Hojiboy qarg'asiga o'xshab menga nevigitni degan. keyin mana shu 4 ta mag'lubiyat boya Jamol Ahmedni, Bobur Ahmedni Real ham 4 marta yutgan. Lekin men o'sha 4 marta yutganda gegemonlik ko'rmaganman Realda. Hamma o'yin alohida hikoyasi bor. Bunda bir xil bo'ldi-da hammasi. Va shu agar Realga kompleks bo'lib kirib qolgan bo'lsa, bu juda xavfli bo'ladi. Ham shunaqa emas, xayrlaydi. Alonso barib keldi. Ba'zi o'yinlarda Jamol aka Barsa comeback bilan deyarli kulib yutdi-da. Yo'q, bu endi Ancelottining jamoasi. Tarsaki bilan yutdi-da. Men to'g'risi Real favorit deb o'ylayapman. Hozir bu Qanaqadir Ancelottining jamoasiga nisbatan bu yil Real qanaqadir o'sha bayir sifat, tartibli, intizomli ijrochilar o'zgardi-da. u anaqa futbol ko'rsatyapti-da va Mbappe o'tgan yilgi Mbappe emasda endi. O'sha Ancelottining qo'lida yarim himoyada kimlar asosiy rolda edi, eslang? Shu Modric ketdi, tushib turardi yordamga. Modric o'tgan 2 yil Kroos bor edi to'liq zaxiradan tushgan. Ha, Bellingham edi. Bellingham o'tgan yil Bellingham bilan Valverde qolyapti. Keyin hozir Ardani qo'shdida bitta asosiy tomoni- rolni berib qo'ydi unga. Yo, bitta tomoni shu bor. hozir Arda bilan Bellingham ham masalada hali Bobur. Buni gaplashiladigan masalada. Ha, hozir aytdilar-ku, ikkalasi bir joyda. Mbappe bilan Vinicius, masalan, Mbappeni baribir hujumga qo'yasizmi, boshqa qilasizmi? Mana ertaga klassikoda ham ko'ringlar. Uniki tortib ketadi-da, Yo, chapga tortmayapti, o Benzema bo'lib qoldi. Orqaga qilib boshladi. Qilibda hozir joyini boshladi. Bellingham bilan anaqa Bellingham endi jarohatdan qaytdi-da. Güler egallab bo'ldi u joyda. Hozir ikkalasi birdan tushdi. Meni katta masala to'g'risi. Bitta Qozonda ikkita qo'chqorning boshi qanaqa edi shu. Juve bilan o'yinda ko'rinadilar mana, harilagan. Juve bilan o'yin boshqa darajada. Bunisida ham ko'rinadi-da, sekin-sekin Ko'ramiz. ko'niklar. Bu muammo. Nimadir demoqchisiz? O'z Ispaniya chempionatida eng ko'p xavfli vaziyat yaratayotgan, kluch paslarni beradigan Barsa ekan baribir. Hujum chizig'i yaxshi baribir va 4-o'rinda ekan, eng ko'p darvozasini oldida vaziyat berayotgan ham. La Ligada 4-o'rin juda yomon-da bu. Va buni juda ko'p bartaraf etilganligi uchun Mbappega shunaqa vaziyat yaratdi. o'sha ikkita tomoni bor hozir. Shuning uchun ham aytdimki, o'tgan yilgi Barselona emas bu. O'tgan yilgi Barselona boya Bobur aytgandek, kulib ofsaydlar qildi. Ha. Kulib qildi ofsaydlar. Bavariya bir hafta 100 ta bo'ldi, 100 ta bo'ldi. 5-2 ga O'sha ofsayd bilan yutib qo'ydi-da. Men qochib haftaning ichida edi. Lekin o'zi Lewandowskining o'zi shunaqa onsayt usha berdi, hayron qolarli. Rafina qochib ketdi boshida Bavariya bilan Noyerga urib tashashgan paytida. Shuning uchun u tuyg'ular yo'q, lekin 4 ta o'yinning ta'siri bo'ladi-yu futbolchilarda. Men shu narsa va keyin Real Camp Nou'da yaxshiroq o'ynaydi bilsangiz, anaqa qaraganda. Bernabeu. Azaldan shunaqa. Yirik To'rt mag'lubiyat. gol o'tgan yil bitta bo'lganda. Qoyalarda Real urganda, bar Sevillada yaxshi o'ynadi. Sevilladaga o'yin yoqqan menga, final bo'ldi-yu. Real 2-1 qildi, oxirida 3-2 qilib qo'yib kunda urdi uzoqdan. O'y bitta shu o'yin sal tengma-teng o'yin bo'lgan. Hatto o'shanda men Barsachilar bilan o'tirganman-da, Farruh gaplashganda bitta gap gapirishuvdi. Nimaga Real deganda Barsani odami, Kataloniyadan kelgan odam, Sevilla boshqa joyda. Nimaga Real yutqizayotgan paytda shu Real bo'lib turaveradi, bizniki yosh bola bo'lib qoladi dedi. Shunaqa deyapti dedi. Keyin o'yladim, rostdan yosh bola bo'lib qolish bor, oldin Cityda bo'lardi, Chelsealar bilan o'ynasa-chi, Chelsea sochdor futbolchilar bilan katta bo'lib turaverardi, bilasizmi? Bu o'sha narsani ko'rishdi, lekin qutqarib chiqib ketdi, gap yo'q. Flick anaqa jinniligi bilan boshqasi bilan bu yil unaqa emasda, vajohat unaqa emas. PSG ko'rsatdi, boshqa qildi. Har xil yo'lli programmalar ko'p chiqib ketdi-da, anti. Mana shundan keyin ham haligi yangi murabbiy kelding, ko'rib turibsan, sani tarkibga qaraganda jarohat kamroq, foydalanmasa bilmadim, endi keyinchalik umuman kompleksga aylanib qoladi. Men Real favorit demayman. Men nazdimda qanaqadir bir xillari Barsa ham davomli, bir xillari Real ham shunaqa ko'rinib turibdi hozir. Chunki Barselona pressing qilib turgan paytida Xabi Alonso ham sog' emas, Kurtuvaga indamayotdi, qolgan futbolchi nima Din Xavsin keldi, yerdan markazga nima edi? Turk bola Ardaga uzatish rejada o'zi ko'proq qanotlarni ishlatmasdan o'rtada Bayerdagi o'yinni qurmoqchi. Bunaqa payt xavfli-da, Arda masalasi ikkalanglarga ham fikringlar qiziq. Birinchi bir to'laqonli klassiko bo'lishi mumkin-da. Uning uchun 3-yil jamoada bo'lsa ham asosiyda tushmasdi. Asosiyda tushmadi bironta klassikoda.
o'zi bu o'yinga u tayyormi? Qanchalik? Men tayyor. Avvalgi o'yinlarni agar ko'rgan bo'lsangiz va berayotgan paslarini Arda gollarni Atletico bilan ham birinchi bo'lim yaxshi o'ynagandi. Boshqalarga qaraganda. O'sha Mbappeni birga bir chiqarib yubordi. Ya'ni undagi bor narsa boshqa hech kimda yo'qdi hozir nima qilsa. Yo'q, mana misol to'pni olib turib, to'g'ri u jangchi emas, bitta minus sifati jangchi emas. Va Pedri ham mana shu yilmi, o'tgan yildan boshlab sal jangchiga aylandi. Pedri ham oldin jangchi emas edi bilsangiz. Pedri hozir ham jangchi emas. Bellingemlar bilan rasm videolari bor, ko'rsangiz, shu tengma-teng kurashgan. Bellingem bilan Gavda bilan yutib olgan joylari bor-da. O'zgartirdi klip nima klip hamma narsa o'tdi. Shunga Ardada hozir jangchilik xislati yo'q, endi birinchi yili to'g'ri aytasiz. Lekin agar boshqalar jang qilib tursa, uni atrofida bu juda xavfli. Bellingem shuning uchun-da uni yonida. Chouameni ham bor. Va Ardaga ozgina hudud kerak kreativ uchun. Zich futbolda qiyin u. Lekin faqat mamlaqa bo'ladi Bobur o'yin borib 10-daqiqagacha. Odam bu yoqqa? Yo'q. Ha, ehtiyotkor olib. Liniyalarda turib olib borku. Qo'shib chiqargan, bayroq ko'targan, bunisi chiqargan. Boshi bir 10-15 daqiqa anaqa tezkor gol bo'lsa, lekin hammasi rasvo bo'ladi. Umuman boshqacha o'tib ketadi. o'zi klassiko har xil bo'lgan. Qaysi jamoa birinchi raqamli bo'lib o'ynashi ham savol. Mana Real birinchi raqamda o'ynaydi. Chunki Xabi Alonso shunaqa qilmasa, hozir pressing qilib, o'zini futbolini ko'rmasa, uni futboli shu-da hozir. Va shu xavfli Real uchun. Urib olsa yaxshi, urib olmasa, misol Flik ham bir ayyorlik qilishi mumkin. Mayli, himoyada turib, orqaga turib. Flik o'zi El Klasikoda 10 daqiqami himoyada o'ynagan o'sha 5-2 dan keyin. o'zi Xavi kelganda ham xuddi Flikda El Klasikoni yutib tashlagan, keyin Real ketmaga yutib tashlaganda. Mana hozir Realda ham, Barselonani ham minus va plus tomonlarini aytdik. Shundan chiqib endi kelib chiqib favorit jamoa. Siz Real Madrid deb bo'ldingiz. Favoritdek chunki Barsada baribir jarohatda futbolchilar ko'p, Flik maydon tashqarisida bo'lmaydi, tepada tribunada o'tiradi. Shu taraflarni olib favoritdek deyapman. Taxminiy hisobingiz ham bormi? Yo'q, taxminiy hisobim yo'q. Endi aytish kerak desangiz, bitta to'p farqiga Real deyishim mumkin. Buni ham endi juda bir Turuj deysa. Yo'q. O'tgan mavsumda yirik hisob bo'lmaydi deb o'ylayapman. Qanaqadir Men yirik hisob ko'p gollar bo'ladi. Ko'p gol bo'lsa 2-1 ga qaysi biridir yutishi mumkin. Juda ko'p bo'lsa. Ne favoritroq Real. Yana ham bilmasak endi qayerda. Bobur aka, balkim 10-0 ga Barselona yoki 10-0 ga Real ham yutishi mumkin. To'g'ri. Bilmayman. Men prognoz bermayman hech qachon. Favoritam bir narsa deyishga hayronman, chunki Qanday boshlovchi bo'lib yurgani shunga. Oldingi klassikolardan qaraydigan bo'lsam, Barsa ham kutilmaganda yutib tashlagan joylari bor, Real ham kutilmaganda, hech kim kutmaganda og'ir o'yin bo'ladi turganimizda umuman karusel bo'lib ketgan joylari bor. Yoki oldingi klassikoda zo'r o'yin ko'ramiz desak, rosa yopiq, rosa o'yinlar bo'lgan. Hozir ham muhokama qilib o'tiribmiz, ertaga boshqacha bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun bir narsa deyishim qiyin. Favorit aniq emas. Xayrullo akam ikkala jamoani ham keng aytib berdi. Ko'p gol bo'ladi deb o'ylayman bu o'yinda. Chunki ikkalasi ham o'sha nozik joyi himoyada. Ikkalasi ham yuqoriga chiqib o'ynashi bar minus bo'ladi deb o'ylayman. Vaziyatlardan foydalanadiganlar men durang bo'lsa kerak. Shu uchun to'g'ri-to'g'rimi? Nima farq bor? Yo'q, ketaveramiz. Yo'q, 0-0 ham bo'lishi mumkin. Yo'q, 0-0 bo'lmaydi. Men bu jamoalarda hozirgi bunaqa oldinga chiqishda Klassikogacha Bobur 0-0 bo'lgan bir marta o'sha Klassikoga butkul boshqacha kelishi mumkin-ku. Alonso sal ehtiyot bo'lib, Flik bo'lsa vaziyatdan kelib chiqib, bitta narsa aytaman, Realga gol urish uncha qiyin emas. Barsa bo'ldi shundan. Qanaqa qilib ikkalasi yaxshi gol uradigan yigitlar bo'lsa. 0-0 bo'lish Bobur. Ikkalasini himoyasidan ko'ra, ikkalasi himoyasiga faqat kelishsa 0-0 o'ynamasa. Agar futbol o'ynashsa 0-0 bo'lishi juda qiyin. Bu ko'rsatuv chiqayotgan paytda ehtimol ba'zi faktlar yangilar jarohatdan tuzalganlar bo'lishi mumkin. Yoki hali bugun kechki mashg'ulotda yana kimdir jarohat oladi. Ehtimol bo'lishi mumkin. 12 soatdan o'zgarib qolishi mumkin. Chelsea misol uchun, Kurtuva misol jarohat olsa, umuman kartina o'zgarib ketadi-da. Chelsea jarohat olsa eng qiyin. Kurtuvachi. Lunin turadi. Endi Barselonada o'sha Lunin darajasi ham qolmaydi. Ko'rsatuv oxirida Ramziy jamoani tutsak, bu oldingisi emas, umumiy El Klasikolardagi emas, chunki unda Ronaldo, Messi egallab bo'ladi. Hozirgi tarkibdan Ramziy jamoa tutsak,
Kimdir himoya, kimdir. Hozirgi tarkibda? Ha, tarixdan. Hozir o'ynayotgan, tarixda bo'lsa Ronaldo, Messi egallab qolaveradi. Ha. Darvozada Kurtuva. Himoyani tuzib berasiz. Men tuzishim. Ya, hammamiz tuzamiz, Mayli, ya'ni mayli. umumiy naql. Endi o'yin tomon Markazda Kubarsi, Militao. Bu yoqdan bitta. Militao. Jarohatligilarni ham qo'shsa bo'ladimi? Rudiger deymi, mayli hozir tarkibda bor. O'zi faqat aslida o'ynaydiganlar. Ha, o'sha o'ynamasa ham jarohatligilar. jarohat. Kubarsi bilan Rudiger. Juda zo'r juftlikda. Ha, Kunde o'yin tomon. Yo'q, Carvajalmi, Trentmi, Kundemi? Arnold nima qildi El Klasikoda hali? El Endi Klasikoda o'ynamadi hali. Futbolchi sifatida baribir. Kunde yo'q, menimcha. Ha, mayli. El Klasikoda o'ynagandan kelib chiqadigan bo'lsak, boshqa ish tarkib. Kunday bo'ladi, ha. Yo'q, futbolchining darajasidan kelib chiqadigan bo'lsa boshqa. Carvajal demoqchisiz siz? Yo'q, Trent demoqchilar. turibsizlar, Kunde, Trent deb turibsizlar. Qaysi bo'ladi? Men Trent dedim, eshonimiz. Mayli Kunde. Farqi hamma har xil tursin, nima farqi bor? Ha, bo'ldi, chap. Chap tomon endi hozir Balde unaqa zo'r emas. Carreras boshqa hech kim qolmayapti. Shu bola Carreras ham soch topdi. turmagini o'zgartirsin. Hech ko'rsam 60-yil tushadi. Salgadolar. 60-yilda bo'lgan. 60-yillarda u hippilar yurishgan-u, sochi, qulog'ini. 80-yilgacha shunaqa bo'lgan. Yarim himoya. Yo'q, men bu futbolchiga qarshiman. Hali klassikoda Carreras. ko'rganmiz. Yo'q, Trent ham qo'ydingiz-ku. Ha? Baldeni qo'yasizmi o'zi? Chapda Balde edi yoki anaqa Ferland Mendy Mendy bilan bilan Qoravoy. Frank Garcia bor. Ya Nomzodlar. Ferland Mendy agar sal orqaroqga qaraydigan bo'lsak, Anaqani bir kunga olib kelib tursa bo'ladi. Luks Alba- Vaskes ham Alba. yaxshidir. Marcelo. Lukas Vaskes o'tgan yilgi El Klasikolar rasvo qilgan o'zi. Sovg'a bittasiga yozibdi, Rafina nima jarohat oldi desa, Qorbobo Detmaroz Vaskes yo'qdi, anaqalarni topshir, ko'p to'lam beradigan. O'rta mayli. Hop, O'rta bo'ldi. aytinglar. Ya, unga o'rniga topaylik. Mayli bu. Boshqa futbolchi Ha, o'rgan. Balde, mayli, Balde. Balde xizmat qilib qo'ydi ancha. tayan zonasi. O'rtada Pedri, Mhm. Bellingham, Arda. Yo'q, Arda bilan. anaqa yo'q qolar ekan. Valverde yo'q. Valverde. Ardani qayerga qo'yamiz? Arda yo'q. Yo'q, Valverde Bellingham bilan anaqa. Pedri. Yo'q. Ha, Pedri. De Jongchi. Tayan zonasiga De Jongni qo'yardim men. Endi Kimni o'rniga? 4-3 chiqsangiz. De Jong, Kimni o'rniga? Hozir Bellingham, Kimni o'rniga? Pedri. 4-4-2 qilaylik. Yo'q, Yo'q, uchta. O'sha. Valverde, Bellingham, Pedri. De Jong uxladi. Chapga Vinicius, o'ngga Yamal, markazda Mbappe. Hammada shunaqa variant. Murabbiy. menda boshqacha 4-4-2 yasadim men. Ha. ayting bu. De Jong. chizib o'z uyda ramka solib qo'ying. Ha, De Jong, Shu o'ziga sahifasiga Kesib qo'yib, bunaqa qilamiz. Joylashtirib. De Jong, Ha, tagiga Bellingham, albatta yozilsin. Bobojonov bilan Xayrli Hamidov qarshi bu. De Jong, Bellingham, Arda, Pedri, Mbappe, Yamal. Murabbiy. Murabbiy umumiy tanlaymiz. Flikda. Flik. El Klasiko 4 yutgan odam. Boshqa bormi o'zi? Flik bilan Alonso bor. Bu klub prezidenti Perez. Perez. Stadion Bernabeu vaqt. Yo'q, anaqa. Atletico stadion ham yo'qda hozir. Atletico stadionni olamiz. Futbol minus dasturi El Clasico bo'yicha taxminlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta ramziy jamoani ham bemalol izohda. Endi taktika qilib yozib bo'lmasa ham. Ha, bu matnda bizning yozsangiz taxminimiz xolos. O'zingizlar tarkibinglar yozishinglar mumkin, o'zingizlarning taxmininglar yozishinglar mumkin. Haqorat qilmasanglar bo'ldi. Aytmadingiz-da oxirida. O'zingni oling endi ba'zi. Albatta ko'ringlar. Manga obuna bo'lib Futbolni qo'yinglar. ko'ringlar. Salomat bo'ling.